asosiy strategiyasi shu. Ya'ni ozgincha miqdorda foydaga kirgan yoshlar, insonlar hammaga gapirib chiqadi. Shuncha stavka qildim, shuncha kecha tikuvdim, shuncha yutdim deb xursand bo'lib gapiradi. Lekin katta miqdorda zararga kirgan inson hech kimga aytmaydi. Dardi ichida va borib bu holat suitsid holatlariga, o'z joniga qasd qilish holatlariga olib borayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Shuning uchun hurmatli do'stlar, imkon qadar bunaqa o'yinlardan saqlaning. Bunaqa o'yinlarda yutishning yagona yo'li bor. Bunaqa o'yinlarda yutishning yagona yo'li o'ynamaslik. Ya'ni agar hech kim bu o'yinlarda o'ynamasa, kirib ko'rmasa, o'z-o'zidan kompaniyalar inqirozga uchraydi va juda bir katta hozirgi bir global balodan qutulamiz desak mubolag'a bo'lmaydi. So'zimni yakunida bir narsa aytmoqchiman. Ota-bobolarimizdan qolgan bir gap bor, shu gap to'g'ri. Tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Ogoh bo'ling.